Meni ota-onam yana 1 oy yashaydi, 1 yil yashaydi deb hech kim ayta olmaydi. Zo'ri ham, zari ham ayta olmaydi. Sabab jon omonat. Kim qancha yashashini faqat Alloh biladi, boshqasi bilmaydi. Bugun hozir ota-onangiz umraga olib boring, o'zingiz birgalikda olib boring, Ka'batullohga olib borib ota-onangizdan duo oling va roziliklarni oling. Otajonim, onajonim, mendan rozimisiz? Sizni bilib bilmay tilingizni ortgan bo'lsam, meni kechiring deb o'sha Ka'batullohda oldilarda ota-onangiz roziliklarni olib oling. Bu kun g'animat. Yana keyingi shu oyga hammamiz sog' salomat yetib kelamizmi, faqat Alloh biladi. Shuning uchun imkoningiz bormi? Olib boring. Imkoningiz yo'q bo'lsa, mashinangizni sotib bo'lsa ham olib boring. Hozir meni yurgan Gentra'ni Malibu qilishim kerak, Malibu'ni Equinox qilishim kerak, yana ikkita dom olishim kerak demasdan, hozir imkonni qiling, bugun olib boring. Umra safariga borish uchun eng to'g'ri tanlov Hukumat Travel Andijon filiali. Bemalol bizga aloqaga chiqing. Malakali Ellikboshi sizni hamrohingiz bo'ladi. Madinada 3 kun, 2 kecha. Makka da esa 11 kun sizni xizmatingizda bo'lamiz. Bizga murojaat qiling. Albatta 14 kun sizni xizmatingizda bo'lamiz. Siz bizga ota-onangizni ishonib topshiring, biz oldingizda xijolat bo'lib qolmaymiz. Tez orada siz bilan birgalikda umra safariga Malakali Ellikboshi boshchiligida birga boraylik. Izohlarga amin deb yozib qoldiring va bu videoda kim bilan umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha odamni o'ziga jo'natib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Pastda nomerlarni, profillarni qoldiryapman. Bemalol umraga bormoqchi bo'lgan odamlar aloqaga chiqaverasizlar. Kunda reys bor.